Mana hozir chaqirgani keldim aka, Sharko'la kela olmayapti. Nima kerak bloger bayga? Ya'ni qaysidir qo'sh tirnoqchidagi tadbirkor tomonidan shu joyni egallab olingan. Fahim sal yetmagan. Birovlar rizqiga o'tirganlar chaqirgani, bir ikkita g'alamiz, 3-4 ta g'alamiz. Bir necha bor ogohlantirilgan. Hattoki o'sha iste'mga qilingan tadbirkorni o'ziga ham bir necha bor xat chiqarib ogohlantirib yurgan. Tadbirkor bu yerni egallab turib, patent olib yurganda, endi deydi. Shunaqa. Mana biz o'sha tamojniga keldik. Ya'ni tamojnida bo'layotgan taksilar norozi bo'layotgan joyga keldik. Aslicha yoritib beramiz sizlarga. Lekin bu yerda birorta taksini ko'rmadim. Ya'ni gapirib bergan taksini ko'rmadim. Murojaat qilgan odamni ko'rmadim. Qani kim murojaat qilgan blogerga? Qani kim sizlar desak, hammasi qochyapti, ya bizmas deb. Bu yerda odamni o'zini ko'rmayapman taksini. Bu yerda haqiqatan ham g'alla ekilgan joylar egallangan. Ya'ni qaysidir qo'sh tirnoqchidagi tadbirkor tomonidan shu joyni egallab olingan. Mana ko'rib turibsizlar, ya'ni shaharlarni to'kib bu yerni stanka qilib olishgan noqonuniy. Shu boricha yoritib beryapmiz. Uchqo'rg'on tumanida faoliyat boshlagan Kensay chegara posti nafaqat xavfsizlik, balki tumanning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotida muhim omilga aylanmoqda. Chegara orqali mehmonlar oqimi ortishi, xizmat va servis sohalarining kengayishiga, ayniqsa taksichilik faoliyatining rivojlanishiga zamin yaratdi. Shu bilan birga har bir haydovchi faoliyati qonuniy asosda amalga oshirilishi lozim. Bu O'zbekiston Respublikasining avtomobil transport to'g'risidagi qonuni hamda Vazirlar Mahkamasining qarorlarida belgilab qo'yilgan talablar bilan qat'iy tartibga solingan. Mazkur hujjatlarda haydovchilarning litsenziya olishi, yo'lovchilarning xavfsizligini ta'minlashi, xizmat ko'rsatish madaniyatini saqlashi hamda soliq to'lovlarini qonuniy yo'l bilan amalga oshirishi aniq ko'rsatilgan. Shu maqsadda Uchqo'rg'on tumanida mas'ul idoralar tomonidan haydovchilar o'rtasida tushuntirish ishlari tashkil etildi. Taksi faoliyati bilan shug'ullanayotgan haydovchilarga bir narsani eslatib o'taman. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 165-modda 3-qismi, ya'ni bularga yo'nalishda harakatlanishni ruxsat etuvchi tender guvohnoma bo'lishi kerak. Litsenziya varaqasining orqasida. Bularga trafaret qo'yib yurish yoki muntazam ravishda bitta yo'nalishda yo'lovchilar faoliyati bilan shug'ullanish mumkin emas. Bular o'z nomi bilan yo'nalishsiz taksi bo'lib, agregatorlar orqali planshetlar, bundan tashqari ular har 6 oyda texnik ko'rikdan o'tish kerak. 1 yilda bir marta o'zlari sog'ligini nazoratdan o'tkazib turish kerak. Sababi eng ko'p faoliyat olib boradigan xizmat turi bu taksi. Ertaga u tibbiy ko'rikdan o'tolmagan bo'lsa, bu mumkin emas. O'zini o'zi band qilgan 4 o'rinli transport vositalari belgilangan yuqorida aytib o'tgan taksi tanish belgilar bilan jihozlangan bo'lsa, to'xtash va to'xtab turish mumkin emas bo'lgan belgilar bor. Ya'ni 327 deydi. To'xtasangiz, yo'l patrul xizmat xodimlari kelib sizga belgilangan tartibda jarima yozadi. Litsenziyasi bor transport vositalari o'sha to'xtash mumkin emas bo'lgan belgilarda muntazam yo'nalishdagi, ya'ni A polosalar, jamoat transporti yo'llarida yo'lovchilarni chiqarib tushirish huquqiga ega. Faqat chorrahalarda emas, to'xtash mumkin emas bo'lgan belgilarda yuk tushirishi mumkin, yo'lovchi tushirishi mumkin. Ularga kameralar ham jarima yozmaydi, faqat o'sha talab darajasida bo'lsa. Ayrim fuqarolar bu jarayonni noto'g'ri talqin qilib, poytaxtdan kelgan bloger orqali masalani boshqacha yoritishga urinishgani ham kuzatildi. Aslida hokimlikning pozitsiyasi mutlaqo ochiq va aniq. Qonuniy asosda tartibli va halol xizmat ko'rsatgan haydovchilar doimo qo'llab-quvvatlanadi. Lekin faoliyat qonun talablariga zid bo'lsa, bu holatga mutasaddi idoralar qat'iy chora ko'radi. Bu yondashuv O'zbekiston Respublikasi Prezidentining hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish va aholi bandligini ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorlarda belgilangan tamoyillarga to'liq mos keladi. Ekin maydoniga berilgan. Xo'p. Aholi tomonidan noqonuniy o'zgartirilgan. Aslida saytmoqchi bu yerda tog'dagi taksichilarga alohida imtiyoz berishadi. Desak, bu yerga mana muhofaza zonasi deyiladi, chegarada. O'zini qonun qoidasi bor. Albatta chegara postining muhofaza zonasi bor. 4 metrdan 3 metrgacha bo'lgan o'zining muhofaza zonasi bo'ladi. Faqat xizmat avtomashinalarning o'ziga stanga ajratiladi. Stanganing umumiy maydoni 20 ga 30 bo'ladi. Bu faqat stanga xizmat boshlanadi, lekin taksichilar uchun alohida ajratib berilganda yo'q. Bergan ekin maydonining ekin ekishga ular o'z vaqtincha egallar. Shu ekinlikka ogohlantirish bir necha bor ogohlantirilgan. Hattoki o'sha stanga qilingan tadbirkorni o'ziga ham bir necha bor xat chiqarib ogohlantirib berilgan. Tadbirkor bu yerni egallab turib, patent olib yurganda, endi deydi. Shunaqa ko'rinishda bo'lgan. Endi hozircha endi ekin maydoniga takroriy ekinni ekish kerak delingan, ularga tushuntirilgan, shu holat qilingan. Lekin
taksichilar norozi bo'ladi. Blogerlarga bir ikkita fahm sal yetmagan. Birovlar rizqiga o'tirgani chaqirgani bir ikkita g'alamiz, 3-4 ta g'alamiz. Mana hozir chaqirgani keldim, aka shofyorlar kela olmaydi. Nima kerak bloger bayga? Nima uchun kerak? Tirikchiliging o'tyapti, qozoning qaynayapti-ku. Mana Rossiyaga boradiganlar bormasdan, misol uchun meni oilamda bormay mana shu yerda tirikchilik qilishyapti. Mana chekkiga qo'yini dedilar, chekkiga qo'ydik. Endi buni nimasi yomon? Shofyorlarga meni o'sha qilib qo'yini, ichkidan kirib olingni debdilar. Buni nimasi yomon? Mayli endi tirikchilikka shunchalik qo'yib bergan ekan, endi yana nima uchun norozi bo'lishimiz kerak? Uchqo'rg'on xalqaro ahamiyatga ega tuman. Bu yerda har bir xizmat sohasi namunaviy, shaffof va xalq manfaatiga xizmat qiluvchi bo'lishi shart. Tartib va qonuniylik rivojning garovi. Xalq ishonchi esa uning katta kuchidir. Mana hurmatli do'stlar, aslida Siyankaga berilgan hokimiyatimiz tomonidan berilgan Siyanka mana bu joy ekan. Ya'ni haligi puldan qochadiganlar, nalogda to'lamaydiganlar joyga bu yerga ruxsat bergan ekanlar. Shu yerga qo'yiladi deb. Chunki mana bu tamojniy himoya zonasi bor-da. Himoya zonasiga endi favqulodda holat, har xil holat bo'lishi mumkin. Shuning uchun himoya zonasi bor. Bu yerga bergan ekan. Haqiqatdan ham qulaylik bor. Aslida qonuniy patent to'laydigan qonuniy bu yerda Siyanka bor ekan. Uni ko'rsatamiz. Mana ko'rib turibsizlar, hurmatli do'stlar, ya'ni o'sha qonuniy bu yer Siyanka ekan, avtosiyanka. Ko'rsatda katta joy, hech kim mishig'ini tishlamaydi, na gay xodimlariga, na boshqalarga, hech kim bir-biriga xalaqit qilmaydi. Juda ham chiroyli joy. Shu yerga qo'ysin, hech kim mishig'ini tishlamaydi-ku. Qonun bilan yondashsak juda ham yaxshi bo'lardi.